Bugun sizlar bilan bo'rsiqqini bulochka tayyorlaymiz. Mabodoga sut topolmasanglar, mana tayyor frimadan foydalanasizlar. 300 ml iliq suvga 5 osh qoshiq frima quruq sut, 1 choy qoshiq dro'ji, 2 dona tuxum chaqamiz, atiga 200 gram shakar solib, yaxshilab aralashtirib olib, turon unlardan solamiz. Yumshoqqina elastik qo'lga yopishadigan xamir bo'lguncha, mana bo'lmasam yog' esimdan chiqib qolibdi. Atiga 100 gram yog' sovaramiz. Maydagan qo'shib xamirimizni oshga qo'yib qo'yamiz. 1 soat ichida oshgan xamirimizni 1 cm qalinlikda yoyib olamiz. Menga fistyashkali pasta kelgan edi Paris Shoppingdan. Pastadan foydalanib, ozgina fistyashka sepib yubordim. Ko'rib turganinglardagi bir amallab o'rimli bulochka tayyorlab oldim. Ne mashaqqatlar bilan amalladim. Ustiga tuxum sarig'i surib, oldindan qizdirilgan pechga 180 gradusga 20-25 minutga duxovkaga qo'yib pishirib oldim. Agar shirasi pastlik qilsa, ustiga asal sursanglar ham bo'ladi. Issiqligida buni bo'lib mazza qilib issiq choy bilan yeymiz. Bulochka de bo'rsiq bo'lamiz.